Assalomu alaykum Sharof aka. Farzandlar muborak bo'lsin. Shu kuzga Laziza jo'natdimi? Da, Laziza. Lazizani aytmagan. Shu kuz doim birinchi-yu bilasiz. Ha, Sevinch Mo'minovdan. Ha. Tabriklashdimi yo o'zingiz tabriklab qo'ydingizmi? Xabari bor bo'lsa kerak. Nahotki 3 ta farzand tug'ildi. 3 ta o'g'il. Bir vaqtda. Bir vaqtda bir kunda. Endi Sevinch bilan bo'lmasa ham uzr endi, ani nozik savol bo'lsa ham babi shuni berishga Hozir haqiqiy shok bo'ladi, chunki Tabriklaymiz. Onajonini erkasi asal bolajon, shirin bolajon. Onajonini erkasi asal bol. Sen bilmaysan bolagina. Chaqaloqlarga anduqlar. tabriklaymiz. Bo'lib yurarsan. Xudoyimni shu bergan ne'mati uchun har doim shukr qilaman. Mana Allohga shukr, mana shu baxtga bugun mana ega bo'lib turibman. Buguncha endi ayolimizga sovg'a. Asr yulduzi bo'lishligini yaratgandan so'ragan holatda Xudo xolasa mana Leyla qizimga bu uka mana dunyoga keldi. Men o'ylaymanki, qizim ham bu narsadan juda ham xursand bo'ladi. Chunki qizim hozir men bilan birga emas, qizim mendan uzoqroq joyda. Men uchun qizim juda aziz. ha, kelinga sovg'a. O'tgan yili Spark mashinasini sovg'a qildik, endi bu safar mana shu Tracker mashinasini ayolimizga sovg'a tariqasida beryapmiz. Ha, даже ochirishmadi ham mana sovg'aga mashina, Tracker. keldik, eng qiziqarli bitta savollar bermoqchimizda hozir do'st. Kimdir PR, kimdir nima deydi? Agarda siz sport o'yinlariga qiziqsangiz, sizga O'zbekistondagi eng ishonchli bukmaker Masbetni tavsiya qilamiz. Faqat Masbetda eng yuqori koeffitsiyentlar, foydali aksiyalar va katta yutuqlar. Yangi kirganlarga 5 million so'mgacha bonuslar. Uzcard orqali hisobingizni 10 soniyada to'ldiring va yechib oling. Bundan tashqari, mustaqilligimizni 30 yilligiga qimmatbaho sovg'alarni yutib oling. Saytga kirish ссылкасы описанияда. Asosiy bizning ikkita chiqishi oilasida mumkin oilasiga taqdim etishga sizga akademik imkoniyatlarni boshladik. Tohirjon otalik bo'ldi. Tohirjon otalik bo'ldi. Ismi Tohirjon. Hozirgina deyin. Oyi, har kuni eslab turardim, endi o'g'lim meni eslab turadi. Sharof Muqimov otalik bo'ldilar. Biz har doim tilakdoshmiz. Eng muhimi bilasizmi nima yoshlar? Tohir otalik bo'ldi, bilasizmi? Tohir otalik bo'ldi. Tohirjon otalik bo'ldi. Sharof Muqimov ota bo'ldilar, Tohirjon otalik bo'ldi. Tohirjon otalik bo'ldi, Tohirjon otalik bo'ldi. Ha, azlar hozir haqiqiy shok bo'ladi, chunki Tohirjon otalik bo'ldi. Nima degani bu? Chunki Sharof Muqimov farzandining ismi Tohir. Sharof Muqimov ota bo'ldi. Xudo xolisa otalik his tuyg'usini o'g'il farzandda his qildi. Mana ular chiqib kelishyapti. Tabriklaymiz, tabriklaymiz, tabriklaymiz. Samolyotlar bo'yicha
iqtisodiy kabi yulduz. Asli yangozlar yulduzlar saqlamaga Ammo musiqani bekor qilib qo'yganim yo'q. Bu Tohir Sodiqov musiqasi. Tohir Sodiqov, lekin bu Tohir Muqim musiqasini qoldi. Aramaydım ko'zimdan yosh, meva berdi sabr bardosh. Aramaydim ko'zimdan yosh, meva berdi sabr bardosh. Borar yo'limni yoritding, bag'rimdagi bitta quyosh. Borar yo'limni yoritding, bag'rimdagi bittagimning sadosisan, yuragimning sadosisan. Sen bilmaysan bolaginam, sen dadangni dunyosan bolaginam, sen dadangni dunyosisan. Chaqaloqlar, qo'g'irchoqlar, qo'zichoqlar, o'g'inchoqlar, erib bitta yuragimni kemirayotgan oxuqlar. Chaqaloqlar, qo'g'irchoqlar, necha dardlar yutdim bolam, necha yillar kutdim bolam, necha dardlar yutdim bolam. Jachi qo'lingdan beribsan, kulfatlar tark etdi bolam. Chaqaloqlar, qo'g'irchoqlar, qo'zichoqlar, o'g'inchoqlar, erib bitta yuragimni kemirayotgan oxuqlar. Chaqaloqlar, qo'g'irchoqlar, qo'zichoqlar, o'g'inchoqlar, erib bitta yuragimni kemirayotgan oxuqlar. Sharof Muqim oti bo'ldi. Tabriklaymiz. Haqiqatdan uzoq kutilgan fursatda. Alloh yuzingizni yorug' qilsin. Xudo xolisa Tohirjonga aka bo'lish nasib qilsin. Umr uzoq bo'lsin. Qani komandagina bitta tabriklaymiz. Sen ko'z ochib ko'rgan dunyo, gulga ko'milganday go'yo. Endi bitti ham anduhlar, menga farzand berdi Xudo. Sen ko'z ochib ko'rgan dunyo, gulga
go'yo endi bitdi g'am anduhlar menga farzand berdi Xudo chaqaloqlar qo'g'irchoqlar qo'zichoqlar o'g'ilchoqlar erib bitdi yuragimni kemirayotgan oxuhlar chaqaloqlar qo'g'irchoqlar qo'zichoqlar o'g'ilchoqlar erib bitdi yuragimni kemirayotgan oxuhlar. Kelinimiz ona bo'ldilar, Tohirjon otali bo'ldi, Sharof farzandli bo'ldi. Tabriklaymiz, tabriklaymiz, tabriklaymiz. Ulug'bekniki kecha qolamiz, tabriklaymiz. Men sizlarga yana bitta aytib bersam shuni. Ha? Sho'xrog'idan o'zim qilib qo'y. Sababi nima deydi? Sizni san'atingizga juda ham hurmat qilib, sizni san'atingizga havas qilib yurganmiz, lekin bugun shunaqa qo'shiq aytib sizni kutib olaman deb hayolimga kelmagan ekan. Oqibatimiz abadiy bo'lsin. Har doim sizni hurmat qilaman. Farzandlaringiz ko'p bo'lsin, har doim xizmatda bo'ling. Davom ettiramiz. Hamma qanday
mana Sharof xudo xolasa birinchi bo'lib xos qadam bosasizlar. O'sha kelin shu yerdan homiladorlik bilan chiqib ketganlar, endi xudo xolasa farzandlar kirib kelasiz. Qanaqa bo'lyapti tuyg'ular haqida bir bilasiz? To'g'risi bu kunlarni juda ham anchadan beri kutgan edik. Ochig'i bu Xudoyimning shu bergan ne'mati uchun har doim shukr qilaman. Har doim to'g'risini aytsam, men o'zimni baxtli inson deb bilaman. Shu tug'ilganimdan beri shu nimani orzu qilgan bo'lsam, hammasi ko'ngildagidek o'z orzularimga erishib kelganman. Va farzand ham bir o'g'il farzand berishni yaratgandan so'ragan edim. Mana Allohga shukr, mana shu baxtga bugun mana ega bo'lib turibman. Bundan baxtiyorman. Davomiy Allohdan so'ragan niyatlaringiz nima edi keyingisi? Niyatlarim meni juda katta niyat. Mansurga bir mashina sovg'a qilsam, bir kattaroq degan niyatlaringizni ichiga qo'shib qo'ymagansiz, bo'lmadi, ijobat bo'lar ekanda. Mansurga keyin mashina sovg'a qilamiz. Hozircha Yana bittami? Xudo xohlasa Mansurga mayli keyin sovg'a qilamiz. Buguncha endi ayolimizga sovg'a. Aytgancha. Endi o'zi men endi ayolingizga o'zi suhbat anaqa qilmoqchiman, hazilona. Kelin xursandmisiz? Xudo. Ismini kim qo'ydi? Otalari. Sharof o'zi qo'ydi. Siz bilan maslahatlashdimi? Ha. Siz nima dedingiz? Niyatingiz nima edi o'zi? Rozimisiz Tohir bo'lishiga? Ha, roziman. Nima uchun endi Tohir endi nimaga endi Shohruxxon emas, Hindistonlik? Shahon Tohir tumanida tug'ilgan. Endi shu boya aytganimizdek niyat qiluvdik yoshligimizdan. Shu ijodga kirishimga bitta inson sababchi bo'lgan, o'zimning kumirim Tohir Sodiqov. Mana shu insonga havas qilib turib, asr yulduzi bo'lishligini yaratgandan so'ragan holatda ismini Tohir deb qo'yib, ustozimiz Tohir akaning ruxsatlarini olib turib, yaxshi tilak niyatlarini eshitib turib, albatta bu ismlarni qo'ydik niyat qilib. Boya aytdim, hozir ham aytaman, iloyim kelajakda katta bola bo'lsinlar, Tohirjon ham o'z zuhrolarini topsinlar, baxt zuhrolarini. Salomat bo'lsinlar, xush kelibsizlar. Tohirjon, o'z xonadoningizga xush kelibsiz. Er-xotin qo'sha qaranglar, davomiy niyatlaringizga Alloh ijobatini beraversin. Ketib qolish hozir biz chiqamiz, shou konsert davom etadi. Ungacha esa show brand shu yerda. Doniyorjon shu yerda. Bizning qadrdonimiz Doniyorjon bir chiroyli niyatlar qildilar boya. Ukamiz молодец. Mansur bizning necha yillik qadrdon jigarimiz. Xullas bu yerda begonasi yo'q, hamma qadrdonlar o'z san'at yo'lida o'z yo'lini topib yurgan ajoyib guruhi. Show brand guruhidan yana bir sho'x taronalarni eshitamiz, hammamiz raqsga tushamiz do'stlar. Marhamat. Tezroq tushasiz 80-90-yillarga. Sağ olasın. Tanrım sağ olsun. Sizge yol açık olsun. Biz kanat. Mana senga bir. Keling men bolam niyat qilib bering. Keling. Oyog'iga tegdi, kallasi. O'ydi-da. Shimga ketdi. Bitta sonni olib chiqing uni. Ha, nima qilamiz, Sharof? Yuz ko'rinmaydi, qilich o'tirib. Aka, bu yoqdan turib olasiz. Kakras pomada. Mana bundoq turamiz. Mana internetga hit bilasizlar. Hamma menga qarab. Ketdi. Assalomu alaykum Sharof aka. Farzandlar muborak bo'lsin. Shu kuzga bir ikki og'iz bu narsa. Assalomu alaykum. Yo, endi shok.o'zga bermaylar-da sunnat. Kelishtirmadingmi endi? Shok.o'zdan. Istoriyadan ko'rib keldim-da, 3-farzandingiz ekan. Laziza jo'natdimi? Da, Laziza. Lazizani aytmagan. Shu kuz doim birinchi-yu bilasiz. Gap yo'q. Bu ikkinchisimi, uchinchisimi shunda? Radarga. Qo'lga tushdi, radarga tushdi. Bu albatta ikkinchi farzandim. Birinchisi. Uchinchisi masa istoriyada uchinchisi ko'rdimmi? Shunaqa tema bo'ldimi? Nimadir bo'ldi? Birinchisi hamma biladi, Leyla. Ha, Sevinch Mo'minovadan. Tabriklashdimi yo o'zingiz tabriklab qo'ydingizmi? Xabari bor bo'lsa kerak. Darrov o'tmish haqida savol berishadi bular.
Yo, endi muxlislarga shu ham endi baribir bir og'iz. Endi xudo xolasa mana Leyla qizimga bu uka mana dunyoga keldi. Albatta qizimiz bilan o'z ukasini nima deydi, o'rtasidagi munosabatini haqiqiy bir birga bitta qorindan tug'ishgandek qilib munosabatini tiklaymiz. Va qolaversa, men o'ylaymanki, qizim ham bu narsadan juda ham xursand bo'ladi, chunki ukalik bo'lish baxti albatta har bir opalar uchun juda ham bir chiroyli holat. Va meni farzandim mana shu Tohirjonga ham opasi borligini katta bo'laverib o'zi anglaydi albatta. Va farzandlarimizni xudo xolasa ko'paytirib, dunyoga keltirib harakat qilamiz. Albatta aloqada bo'lsangiz kerak katta qizingiz bilan ham. Endi sevinch bilan bo'lmasa ham uzr, endi nozik savol bo'lsa ham baribir shuni berishga majburmiz. Bu savolga javob bersam, qolgan yana savollar shu mavzuda ketadi, aniq bilaman. Shu yerda chopish kerak. Lekin to'g'ri, qizim hozir men bilan birga emas, qizim mendan uzoqroq joyda yashamoqda, lekin hamma har xil gapiradi, lekin har bir farzand, har bir ota-ona uchun juda ham qadrli. Men uchun qizim juda aziz, qizim juda qadrli. Endi hozirgi kunda unaqa ko'p marotaba ko'rishishga imkoniyat bo'lmasa-da, lekin albatta katta bo'lib ozgina yana mana katta bo'layotganini ko'ryapmiz, xursand bo'lyapmiz. Esini borgan sayin tanigandan keyin men uni aziz otasi, u esa men uchun aziz qizim bo'lishlikda davom etaveradi. Bu kunlarni har bir kunda Xudodan so'rab kutamiz. Ismini nima qo'ydingiz o'g'lingizni? O'g'limning ismini shu yoshligimdan bitta insonga havas qilib turib kumirim bo'lgan. Buni hamma biladi. Gruppa bolalar solisti Tohir akam Sodiqov. Aynan bu insonga havas qilib turib, bu insonni yaxshi niyat tilaklarini eshitib turib, o'zlaridan ruxsat so'rab turib, Tohir deb qo'ydik niyat qilib. Ustozimiz yaxshi niyat qildilar, ilohim niyatlari amalga oshsin. Juda ham bir hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. Taronalarni eshitib katta bo'lganmiz va aynan san'at sohasiga aynan shu insonga qiziqib turib kirganmiz. O'z muxlislarimiz doirasiga ega bo'lishimizga ham bu inson sababchi bo'lib qolganlar. Shuning uchun aynan bu insonni to abad qadrlab turib farzandimizni ismini niyat qilib Tohir deb qo'ydik. Shavkatbek ismi hozircha hitda, siz qo'ymadingizmi shunaqa ism? Dadamning ismlari Shavkat, familiya Shavkatov bo'ldi hozir. Familiya Shavkatov bo'ldi. Dadamni aynan farzandimning bobosini ismlari Shavkat, dadamning ismlariga to'g'rilab aynan Shavkatov, Tohirjon deb qo'ydik. Sharofbek. Sharofbek o'g'li. Ha, hozirgilar o'g'li. Sharof Muqimov o'g'li, ha. Bu yerda nima qilyapsizlar sovuqda? Ha, mashinaga. Ha, mashina. Jenskiy aksessuarlar taqdim. Ochiladimi? Qani bitta ko'ring, eshik ochiladimi yo ochilmaydimi? Yo'q, hozir ochamiz. Xo'p. Balon diskalarni taqdi, yengi farlarni qo'yib oldim, duvurliklar albatta. Kalti bering o'sha o'zingga. Kelin rasa xursand bo'ldi degan. Bo'ldi, yaxshi. Ha, kelinga sovg'a, ha? Ha, endi yaxshi niyat qildik. Endi shu paytgacha o'tgan yil Spark mashinasi sovg'a qildik, endi bu safar yaxshiroq mashinani Xudo xolasa endi farzandni dunyoga keltirayotgan ayollar baxtimizga, biz erkaklarning baxtiga sog' bo'lsin. Albatta har bir ayol uchun e'tiborli bo'lsak, e'tibor evaziga ayollar o'zini bor mehrini eridan, oilasidan hech qachon arimaydi. O'sha uchun niyat qildik, mana o'rtoqlarimiz yordam berishdi. Chiroyli qilib kelishiga mana shu aynan o'zimizda O'zbekistondan chiqyapti-da, to'g'rimi? Mana shu trekker mashinasini ayolimizga sovg'a tariqasida beryapmiz. Mana aksessuarlarni ko'rib. Qani ochib bitta Sharof aka o'zi och oynadan. Xo'p. Qizni o'zi ochsa, kelin o'zi ochsa, o'zi xursand bo'lsa. Ha, даже ochirishmadi ham mana sovg'aga mashina, trekker. Boshladik. Mana hozir biz do'stimiz Sharof Muqimov uyidamiz. Hozir mana hozir Rabdomdan keldik. Eng qiziqarli bitta savollar bermoqchimizda hozir do'stimizga. Keling qizlar. Xormayli, yaxshimisiz? Ulug'bek, Sharof do'stim, jiyanimizga ham assalomu alaykum. O'rtoq, hozir mana farzandli bo'ldingiz, to'g'rimi? Hozir bir savolda, hammandagi savol. Nahotki 3 ta farzand tug'ildi? 3 ta farzand tug'ildi. 3 ta o'g'il. 3 ta o'g'il. Bir vaqtda. Bir vaqtda bir kunda. Shunaqasi ham bo'lar ekanda-ya? Bo'lar. Bu his-tuyg'ular haqida gapirmang. Qanaqa bo'ldi misol uchun 3 ta farzandni bir vaqtda tug'ilish to'g'risida? Endi yaqin do'stlarim farzandli bo'lish kerak edi shunaqa jarayonda. Aynan shu do'stlarim bilan birgalikda mana bittasi
bitta raddom. Yo'q, siz chalg'itmang. Siz 3 ta farzand ko'rdingizmi bir kunda? Yo'q, men 3 ta farzand ko'rganim yo'q. Men bitta farzand ko'rdim. Ismini Tohir deb qo'ydik. Yo'q, nimaga chalkashtiryapsiz? Sharof Muqimov 3 ta o'g'il ko'rdi bir kunda deyishyapti-yu. Endi ko'pchilik har xil gap so'z bo'lib ketdi, lekin bitta palatada, bitta raddomda o'sha kuni bir kunda 3 ta o'g'il farzand dunyoga keldi. Yo'q, qarang, biz o'ylamizki, Sharof Muqimov bir vaqtda egizaklikda bo'ladi. Tranyashga ko'rdi, 3 ta o'g'il bir vaqtda tug'ilibdi degan xursandchilik. Egizak dunyoga keldi. Mana do'stim mana egizaklik bo'ldi. Demak, to'g'ri ayting. Demak, bitta raddomda, bitta palatada bir kunda. Bir vaqtda do'stlar farzandlik ko'rdi, farzandlik bo'ldilar. Biz kelishib turib bir kunda unda yaxshi. Unda sizni farzandingiz o'g'il. ismini Tohir deb qo'ydik. Demak, tushunarli. Demak, 3 ta farzand bir vaqtda tug'ilgan, lekin onalari har xil. Onalari har xil. Otalari har xil farzand ham bor. Demak, shunaqa. Azizlar, mana kimnidir savollariga maxsus javob bo'ldi deb o'ylayman. Sharof Muqimov farzandlari bitta, o'g'il farzand ko'rganlar, lekin uni shunaqa 3 ta farzandlar ko'rishni barham niyat qilib qolamiz. Har birimiz jumladan sizga ham tilakdosh bo'lib qolamiz. Hamma oilalarga mana shunaqa farzandli bo'lishligini yaratgandan so'rab qolamiz. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Mayli, kimdir PR, kimdir nima deydi, haqiqatni gapirar, lekin barcha shu e'tiborli insonlarga o'zim nomidan tashakkurimni bildiraman va bugungi kelgan hamma do'stlarimizga, ukalarimizga, Show Brand guruhiga, Mansur Sulaymonovga, barcha do'stlarimizga alohida tashakkurimizni bildiramiz. Sog' bo'linglar, rahmat. Uyimizga, mehmonga marhamat. Endi ketdi oshga. Rahmat. Aka, menga ruxsat endi. Bo'ldi, Domijon. Umringiz uzoq bo'lsin aka. Yaxshi kunlaringizda yana xizmatda bo'laylik. Sog' bo'ling.